Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari mana Qirg'iziston Bishkek shahrida hamstron patologlarni boshlab o'rganamiz. Mana usta akalar olyapti. Usta aka og'irmang endi. Olyapsizlarmi charchamay? Qalay bo'lyapsizlar? Necha bundan bo'lyapti bu kvadrat aka? Qanchadan? Bo'ldi, zakazlar chiqsa olaverasizlarmi? Bo'ldi. WhatsApp nomerlarini aytib qo'ying aka. Kelsacha aloqaga chiqishadi. WhatsApp nomerlar bilasizmi yodda? WhatsApp nomeringizni ayting. +7 971 591 1785. Yani shu nomerlarda WhatsApp aloqaga chiqib bemalol gaplashib, ish to'g'risida mana ish joyimiz shu yerda. Mana 8 etaçkali dom, polni koridorlar ham hamstron patologiya bo'ladi. Kafel ishlari ko'p, har bitta xonalarda kafel ishlari bor mana. 8 etaçkali dom. Ustalar o'zi buni bitta xonasini bitib qo'ygan. Bu qoldi. Qirg'iziston Bishkek shahrida. Ustalar aloqaga chiqarasizlar. Ish joyimiz shu. Mana akalar. Mana katta usta akamiz keldi, ozgina suhbatini olamiz. Usta aka hormang endi. Olyapsizmi charchamay? Vaqt katta elektrik ham santexnik, hamma yo'nalishda bor ijodlari mana. Usta aka qanday bo'lyapti ishlar? Ha, gap yo'q aka. Qirg'iziston Bishkek shahrida aka, ha? Ishlar yaxshimi aka? Oyliklar avyonmi bu? Avyon. Ha. Kvadrat qanchadan aka? Kvadrati 500 dan mana. Haligi WhatsApp nomerlarga aloqaga chiqarsizlar bemalol. Ishlarimiz ko'p. Xudo xolasa qishi bilan ish bo'ladi. To'g'rimi aka? Yo'q. Bu kameraga qarab bir salom yo'llab qo'ying podpischiklariga. Like bosib qo'yinglar bitta. Bo'ldi. Savollar bo'lsa, santexnik, elektrik yo'nalishida savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar akalar mana. Gap yo'q aka. Ishlarga omad aka. Sog' bo'lasizlar. Xo'p.